buyuk o'zbek sarkardasi, jamoat arbobi sohibqiron Amir Temur tavalludining 689 yilligiga bag'ishlab viloyat yoshlar markazida Amir Temur milliy o'zlikni anglash va adolat timsoli mavzusida Buxoro viloyatidagi kuch tuzilmalari yosh harbiy xizmatchilar va xodimlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Hozir shu haqda. O'zbek davlatchiligi tarixida sohibqiron Amir Temurning sarkardalik mahorati, jang san'ati, mamlakatni boshqarish, vatanni bosqinchilardan himoya qilish kabi fazilatlari alohida e'tirof etiladi. Bu kabi ma'lumotlarni bilish esa harbiylar uchun ayniqsa yanada ahamiyatli. O'tkazilgan zakovat bellashuvi ishtirokchilarining bu boradagi bilimlarini mustahkamlashga xizmat qildi. 78 nafar yosh harbiy xizmatchi va xodimlardan iborat 13 ta jamoa Buxoro viloyatidagi kuch tuzilmalari yosh harbiy xizmatchilar va xodimlar intellektual o'yinda sezgirlik, aqllilik, farosat, zakiylik, mantiqiy fikrlash borasidagi bilimlarni sinovdan o'tkazdilar. O'yin shartlariga ko'ra har bir guruh savollarga qisqa vaqt davomida javobni taqdim etishi lozim. Shaffoflikni ta'minlash uchun hakamlar hay'ati a'zolari o'yinni diqqat bilan kuzatib borishdi. Savollar ketma-ketligi e'tiborimizni tortdi. Musiqa, tarix, sohaga oid deysizmi, ilm-fan bari mukammal. Navbatdagi savol o'qilyapti. Hamma jim. Kimdir aniqlik uchun savolni yozib bormoqda. Endi unga aniq javob berish kerak xolos. Qizg'in bahs natijalariga ko'ra birinchi o'rin qo'riqlash boshqarmasi, ikkinchi o'rin viloyat bojxona boshqarmasi va kuchli uchlikni viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilimdonlari qo'lga kiritdi. Tashkilotchilar tomonidan g'oliblarga esdalik sovg'alari va diplom topshirildi. Zakovat o'yini nafaqat aqliy musobaqa shaklida bo'lib o'tdi, balki Amir Temurning qadriyatlari, adolat va milliy o'zlikni anglashni yoshlar ongiga singdirish imkoniyatini yaratdi.